Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislar, avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiniz deyman. Men Shamsulla Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek, bugungi videomizda esa Afg'onistonning Mozor Sharifidagi supurgi bozorini videoga oldik. O'sha mashhur Osif akamiz bilan birgalikda. Aziz do'stlar, agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasam videomizni boshlaymiz. Do'stlar, ko'rayotganingizdek, mana supurgina markaziga keldik. Mana bu yerda supurgilar Afg'onistondan Eronga eksport bo'lar ekan. Irakchi bu supurgilar, to'g'on? Iran gitjar-a? Hoy mashallah. Bu qancha xil supurgi bor? Bir xil rangimi hammasi boshqa? Boshqalari ham bor. Narxim boshqa, ha? Bu qancha xona bu? Bu 3 xona bo'ladi. 3 xona bular? Ha, 3 xona. Bular qancha xonani? Bu 1 xona bo'ladi. Bir xona bular. Irakchi bular bog'lab qo'yilgan. Bular Iran ketadi. Ay maşallah. Siz şu yerda ishlaydingizlarmi? Ay maşallah. Hamda O'zbekistonga salomlar deykaverana, bizlar O'zbekiston ko'rıyor. O'zbekiston salom. Ay maşallah. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, bütün dünyadaki Müslüman alamına Afganistan'dan salomlar bo'lsin. Sizlar shu yerda ishlaysizlar? Ay maşallah. Kunlik ishlaysizlarmi, o'zi ishlaysizlarmi? Nima bandal? Ha? Bandal ish qilaman. Ha, bir danayni qancha oladinglar? Ya, bendek men shu raqam 30 afg'on 6000 so'm olar ekan. Mana shunday qilib bog'lab beradi ekan maşallah. Mana shunday qilib bog'lab beradilar. 30 afg'on ya'ni 6000 so'm bo'ladi O'zbekistonning so'miga birodarlar. Maşallah, Alloh kuch-quvvat bersin ukalarimizga ham. Gap yo'q ekan. Bularga marujniy olib beramiz. Mana do'stlar, bu yerda supurgilarni qarang. Mana bu supurgilar sotiladi bular hammasi. Mana shunday qilib yoyilib qo'yilgan. Bu Eronga eksport bo'ladi va Afg'onistonning o'z ichiga eksport bo'ladi supurgilar birodarlar. Buraya mana burasi saroy dedi, bu yerni saroy dedi. Supurgi saroy, mana shunday mashinalarimiz ketadigan saroy. Mana shu yerdan qishloqimizga ketamiz. Mana shu mashinalar hammasi qishloqdan keladi. Hozir qishloqqa ketmoqchi bo'lib o'tiribdi mana mashinalar. Bu bolalar ham bu yerda ishlar ekan. Mana shu yerda bandal deydi, mana shunday bandak deydi, mana shunday qilib bog'lab berganiga 6000 so'm olar ekan. Kechgacha bilmadim necha bandak bog'laydilar. Alloh biladi, 10 tami yo 15 tami, 20 tami mana shunday qilib kunni o'tkazar ekan maşallah. Alloh kuch-quvvat bersin. Gap yo'q ekan. Qancha yashading? 16 yashading, ha? Hay maşallah. Maşallah. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek supurgilar. Do'stlar, agar videomiz yoqsa, videomizga ham like, kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Va bunday supurgilar do'stlar, mana masalan, bu qishloqda dehqonchi, bu o'tgan yil supurgilardir, ha? O'tgan yil supurgi. Masalan, shuni bir dana qanchadan gider mana shu yerda bir dana sotilsa agar? 25 gider bular. 25 bu supurgilar, ha? Bular qanchadan gider? Bular sotilsa 35 gider, 35. 35, ya'ni 6000 so'm, 6000 so'mdan 5000 so'mdan ketadi bular deyapti. Bular 25000, 25 afg'oni. 25 afg'oni ya'ni qancha bo'ladi? 4000 ekan. Do'stlar, mana shunaqa 6000 so'mlardan ketar ekan bu, chunki bular yaxshi bog'langan, zo'r bog'langan bu supurgilar. Qarang, bu yerdagilar esa donlari bor ekan, hali donlari ajralmagan. O'shaning uchun bular arzon. Mana qaranglar, uncha yaxshi bog'lanmagan. Mana bu yerda ham supurgilar mashinaga yuklab yotibdilar. Mashina daryoga ketadi. Mana bu yer ham shafaxona ekan, davoxona ekan, bu yer dorixona. Ko'rayotganingizdek. Mana ham qishloqqa ketayotgan mashinalar, Damaslar. Mana do'stlar, birodarlar, hozirgi paytda esa mana dehqonchilik supurgilar pishmoqda. Hali o'rilish jarayoni boshlamadi. Inshaalloh mana bir haftalardan supurgilar ham o'riladi. Ularni ham ko'rsatib boramiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'l tugmasi va videomizga like bosishni unutmanglar. Har bir like'ingiz bizlar uchun muhimdir, birodarlar. Inshaalloh mana supurgi paxta terimi bo'ladi. Supurgilar Afg'onistonda bir donasi necha puldan va qayerlarga eksport bo'lyapti, hammasini ham inshaalloh ma'lumot berib o'tamiz. Supurgi ekilgan joylar, supurgi mana kunjut va paxta, mana shunday hammasini birma-bir ko'rsatib boramiz. Do'stlar, mana kunjilar ham hozirgi paytda mana shunday qilib olinadi. Kunjilar ham pishdi. Mana ko'rayotganingizdek, kunjini tom ustiga serib qo'yish kerak bularni.
bir hafta yoki 2 hafta mana shunday qurigandan keyin ular qoqilib olinadi kunji. Mana hozirgi paytda kunjilar ham o'rilgan birodarlar. Mana spreylar esa hozir o'rilmagan, lekin pishgan spreylar. Mana ko'rayotganingizdek donlari ham zo'r mashalloh, qirmizı bo'lgan donlari ham. Mana shunday kunjilarni ham mana shunday qilib o'rib olamiz birodarlar. Mana qaranglar. Mana kunjilar ham pishib o'rilyapti hozir. O'rilgani yo'q, shu nimasi bilan tortib yo'linadi bular, sovurilib olinadi mana. Ko'rayotganingizdek mana kunjilar. Hozirgi paytda dehqonchilik kunjilar. Ekkan paxta, supurgi ekkan supurgi. Mana shunday shol ekilgan dehqonchilik do'stlar. Qishlog'imizdagi mana dehqonchilik supurgilar va kunjilar. Inshaalloh do'stlar, sizlarni bundan ham qiziqarli videolar kutib qolmoqda. Afg'oniston hayoti, Turkman to'y bo'ladi, o'zbek to'ylari bo'ladi, urf-odat, rasm-rivojlar inshaalloh hammasini mana shu kanalda birma-bir ko'rib borasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga like bosish esdan chiqmasin birodarlar. Har bir laykingiz, har bir obunangiz bizlar uchun muhimdir birodarlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Kim bizni qayerdan va qaysi davlatdan, qaysi millatdan ko'rib kuzatib borayotgan, qo'llab-quvvatlab borayotgan hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin birodar azizlar. Do'stlar, mana supurgilarni bo'yini ham qaranglar, hali o'rilganda hammasini ko'rsatamiz. 2 metr, 1.70, 1 metr mana shunday. Lekin mashalloh bu yil zo'r supurgilar. O'tgan yilgidan ko'ra bu yil supurgilar zo'r bo'lgan dehqonchiliklar. Juda yaxshi mashalloh. O'tgan yil supurgilar juda arzon do'stlar, sotildi arzon. Shu 5000 so'mdan, 4000 so'mdan, 6000 so'mdan mana bil qimmatlab o'tiribdi, 10000 so'mdan. Har kim dehqonchiligiga baraka bersin Allohim. Mana shunday do'stlar, Afg'oniston qishloq hayoti, dehqonchiliklar. Mana do'stlar ko'rayotganingizdek. Bo'lmasam do'stlar, birodar azizlar, aka-uka, opa-singillarimiz, bizlar ham videomizni shu yerda yakunlaymiz. Inshaalloh keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohimga omonatsizlar. Inshaalloh keyingi videolarimizda ko'rishguncha. Fikr va mulohazatingizni inshaalloh kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanday videolar tayyorlashimni xohlaysizlar? Mana Afg'oniston hayoti bilan dehqonchilik bo'lsin, Turkman to'y, o'zbek to'ylari bo'lsin. Inshaalloh qaysi videolardan ko'p kelsin, uni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Va supurgini qanday o'rasizlar? Bizlarda supurgini o'roqda o'radi do'stlar. O'roqda mana shu masalan 1 metr bo'lsa, 2 metr bo'lsa, shunday 0.5 metr, 1 metr 70 sm shunday o'ramiz o'roq bilan. Uni ham inshaalloh o'rish jarayonini ham inshaalloh birma-bir ko'rsatib boramiz. Bo'lmasam do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohimga omonatsizlar. Xayr do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha.